Agar sizga mashina bo'lsa, shu video qiziq bo'lishi mumkin. Bu narsa mashina balon damini ichkaridan turib kuzatib turish mumkin. Xuddi zamonaviy mashinalardek bu ekrani to'rtta balon ichiga qo'yayotgan datchikda batareya ishlagan. Yozish bo'yicha 2 yil ketadi. Hozir shinomontajga boramiz. O'rnatamiz buni. Shinomontajga kelib, akalar qo'ymaganman uncha dedilar. Diskalarni artib, tozalab, lekin chotkilab qo'yaptilar. To'g'ri qo'ymagan ekanlar. Juda kechga qoldik. Videoga olish ertaga qoldirildi. Qo'yib keldim u. Mana ertasi kuni oldim. O'rnatilgan. Chotki ishlayapti datchik. Temperaturani ham ko'rsatadi dedi. Temperatura ko'rsatishiga ishonmadim, lekin o'zining damini zakonni ko'rsatyapti. Lekin mana shu ekrani quyoshdan zaryadka olar ekan. Mikro USB bilan qo'ysa bo'ladi. Menga yoqdi. Hozir yaxshi ishlab turibdi. Bu qancha chidaydi, endi bilmadim.